Erler dünyadagi eng usta pishirchilar degan maqolni uyda pishirishga yaratmovchi xotin-qizlar o'ylab chiqargan deylar. Bu maqolning durustmi yo'qmi ekanligini biz tekshirib oldagi topshiruvimizda. Bizda qo'noqda ijodiy g'oyila Fidaris ham Rozaliya Murtazinlar. Demak, Shanba kuni kunduzgi 11da TNTV kanalida Demli kurash topshiruvini qarag'iz do'stlar, demli bo'lacak. hech shaksiz. Her bir xo'jabikaning o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul, palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut sava.